Bugungi kunda mamlakatimizda aholi turmush farovonligini ta'minlash, shahar va qishloqlarni obod qilish, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini zamon talablari asosida yangilash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu bois prezidentimiz tashabbusi va topshiriqlari asosida yurtimizning barcha hududlarida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Bu ezgu ishlardan Andijon shahri ham chetda emas. Ayni kunlarda viloyat markazidagi O'zbekiston ko'chasi ulkan qurilish maydoniga aylangan. Bu yerda shaharning eng muhim muhandislik inshootlaridan biri, asosiy oqova suv tarmog'ini to'liq yangilash ishlari olib borilmoqda. Mazkur tarmoq 1969-yilda qurilgan bo'lib, qariyb yarim asr davomida xizmat qildi. Tabiiyki vaqt o'tishi bilan quvurlar eskirdi, yemirildi va bugungi kun talabiga javob bermaydigan holatga keldi. Natijada har yili 2-3 joyda avariya holatlari kuzatilib, ta'mirlash ishlari uzluksiz davom etardi. Xalqimizda eskini eplaguncha esing ketadi degan naql bejiz aytilmagan. Bir nuqson bartaraf etilsa, oradan ko'p o'tmay tarmoqning boshqa qismida yana nosozlik yuzaga chiqardi. Eng muhimi, bu shaharning asosiy oqova suv magistrali bo'lgani uchun yuzaga kelgan har qanday nosozlik minglab aholining kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatardi. Ayrim mahallalarda oqova suvning qaytishi, noxush hidlar paydo bo'lishi, ta'mirlash ishlari tufayli yo'l harakatining cheklanishi odamlarga ancha noqulaylik tug'dirgan. Prezident topshirig'i asosida amalga oshirilayotgan mazkur loyihada bugungi kunda 4 ta qurilish tashkiloti ishtirok etmoqda. Ular tomonidan jami 8.6 kilometr uzunlikdagi oqova suv tarmog'i yangidan barpo etilyapti. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yangi quvurlar yuqori bosimga chidamli, xizmat muddati uzoq va ekspluatatsiya jihatidan ancha ishonchli hisoblanadi. Bu esa keyingi yillarda avariya holatlarining oldini olish, ta'mirlash xarajatlarini kamaytirish va aholiga ko'rsatiladigan kommunal xizmatlar sifatini yanada yaxshilash imkonini beradi. Eng muhimi, loyiha foydalanishga topshirilgach, Farobiy mahallasida istiqomat qilayotgan 10 ming nafardan ziyod aholining turmush sharoiti yanada yaxshilanadi. Bu esa yurtimizda inson qadrini ulug'lash, xalq manfaatini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning yana bir amaliy ifodasidir.